Endi bu 8-mart bu bileşler qanday meyram bo'lganin bizning apalarimiz ajalarimizdan o'ramali tastalingan, obro'yi oyoq osti qilingan kun bu. Bu barliq odamga ma'lum. Qancha ayollar temir yo'lda ishlab, qancha ayollar zavodlarda ishlab, qancha ayollar tilga chiqib ketib xor bo'lgan. İslam şeriatında ayol kishini ağır jumishga salu haram. İslamda ayol kishini ağır jumishga salib qo'yu haram bo'lib hisoblanadi. Sebebi ayol kishi nazik adamlar onlarga eng jengil. Tibden mesela uyinin jumushi olgan buyurlar. Tibden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün zavjay mutahharalari tamoq istayotgan bo'lsa, o'shag'ana kelib o'tin jag'ib turadi bo'lgan. Shu darajada ayolga o'ta qattiq man bergan shariat. Al biz ayollarga erkinlik berdik deydi, ularning boshiga o'ramalni olib tashlab, mini sangan bir butilka pivo beradi, zavodga tiqib tashlaydi. Qancha ayollar mögödek bo'lib qoldi qo'y, qancha ayollar mögödek, tuvalmay qoldi qo'y ayollar, tuvalmay qoldi. Özlerine şaşın qirqib olib, betavzin boyab olib turib, ana diskotekaga borib kelganda maz bo'lib juraverdi, axir bitdi. Bana hurmat qilmay qo'ydi, qiz hurmat qilmay qo'ydi. Keshaligi ajalik degan jo'g'alib ketdi. Bir kuni bir ayol tur bozorda tursak, bir o'ramaldagi bir ayol o'tib ketyapti. Sütüvet ana qarab turib, bizning dedi dasturimizda yo'q qo'y bunday o'ranib, poranib yurib, jirkinchpin aytib. Bizning ajalarimiz o'stib yurgan ba deb meni so'radi. Aytdim yo'q dedim. Bizning ajalarimiz o'tib yurgan emas. Bizning ajalarimiz tirishtirib jinsini kiyib, futbolkalarni kiyib, shashni mana yerdan qirqib olib, bir qo'lida sigaret, bir qo'lda pivoni olib turgan. Shusam ana ayol menga qarab, "Mana jindimi, tendikmi?" dedi. Endi qaytib yurgan bizning ajalarimiz. Sol uchun bu ayol kishini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ne dedi? Eğer yerli zayıf bir-birini jimiyib qaraytin bo'lsa, kulib qaraytin bo'lsa, qarang. Kuzgi kundagi ağaçning japrog'i to'gilgandek kunalar to'gilib ketadi dedi, qarang. Bir-birine kulib qarasa. Bizde qarasan ko'zlarini fingal. Shashi julingan, kiyimler yırtılgan. Estağfurullah bo'lmaydi. Belki ayol kishi, ol anan, ayol kishi apking, ayol kishi qizing, o'g'an o'ta mehrimdilik ko'zben qarab kerak. Jil 12 ay urib, so'g'ib, bo'xtab, boralab, 8-marta bir plasmas guldagi 8-marta quti bo'lsin deb berib qo'yib, o masxara qo'yib. O'zi qalada turadi, shishasi bishara dalada turadi. Gaz yo'q, ko'mir yo'q. O'zining kuklasi bilan qalada bemalol yotadi. Shu yerdan 8-mart kuni bir mamashkini bir pozdrav etib kelayni. Sadaqa ketdi unda pozdrav ketadi. Ayol kishini barliq vaqtda hurmat qilib kerak. Ayol kishini barliq vaqtda izzetin o'rnina qo'yish kerak. Sebebi ayol qo'r bo'lgan qo'g'am o'ladi. Ol qo'g'am bo'lmaydi. Qarang, ayol qo'r bo'lgan qo'g'am bo'lmaydi. Ayolini qo'rg'agan qo'g'am eng kuchli qo'g'am bo'ladi.